Juda ham barakali oziqalar. Bu sizlarga anchaga yetadi. Mana ko'ryapsizlar. Barglariga yaxshilab sevib olasizlar. Obdon mana ikkita detka. Shu detkalar ham juda ko'p chiqadi, xudo xolisa. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun bahor fasli uchun juda ham muhim mavzu bo'ladi. Bugun xonagullarni zo'r va tez o'stiradigan oziqa haqida gaplashamiz. Bu oziqa natijani har doim zo'r ko'rsatadi. Videoning oxirida har doimdek oziqani tayyorlash va ishlatishni ham albatta ko'rsatib beraman. O'zi bahor va yozda bunaqa oziqalarni ko'proq ishlatib turish kerak, chunki bahor va yoz bu xonagullarni faol o'sadigan davri. Bu oziqa bilan sizlar natijani 2 karra, 3 karra zo'r qilasizlar. Faqat bu oziqani g'unchalab yoki gullab turgan xonagullariga ishlatmaysizlar. Bu oziqani asosan gullamaydigan xonagullariga ishlatish kerak. Misol uchun Qora shahzoda, Ficus benjamin, Schefflera, Aglaonema, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron, Kraton, Calathea yoki mana Zamyakulka, Sansevieria, Chlorophytum gullamaydigan xonagullari juda ko'p, hammasiga ishlatsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon botgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham albatta obuna bo'linglar. Bugun biz ishlatadigan oziqa bu Artifex Agrochem 3,5 oziqasi. O'zim bu oziqani 2-3 yildan beri ishlataman. Sinovdan o'tgan juda zo'r oziqa, juda ko'p obunachilarimiz ham bu oziqani ishlatib ko'rishgan. Bu universal oziqa, deyarli hamma xonagullariga to'g'ri keladi. Faqat aytganimdek, shu g'unchalab yoki gullab turgan xonagullariga bermaysizlar. Bu oziqani tarkibida azot, fosfor, kaliy teng miqdorda bo'lgani uchun xonagullarni har tomonlama rivojlantiradi. Ildizini ham zo'r o'stiradi, tepa qismini ham zo'r o'stiradi. Asosan bahor va yozda bu oziqani xonagullaringizga har 10-15 kunda bir marta berib tursanglar, xonagullaringiz zo'r o'sadi, yangi barg, yangi shoxlar tez chiqazadi va oldidan detkalar juda ham ko'p beradi. Endi men sizlarga hozir bu oziqani tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Do'stlar, o'zi Artifex Agrochem oziqalari asosan komplekt holatida sotiladi. Komplektida 6 ta oziqa bo'ladi. Bu yerda hamma vaziyatga yechim bor. Xonagullarni o'stirish, ildizni rivojlantirish, gullatish, gullarni yorqin qilish, xonagullarni sog'lom qilish. Bu haqida Telegram kanalda men ko'p bor gapirib berganman. Shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sizlar komplektga buyurtma bersanglar bo'ladi. Sizlar buyurtma berasizlar, sizlarga yetkazib berishadi. 6 ta oziqaning narxi 140 ming so'm. Juda ham barakali oziqalar, bu sizlarga anchaga yetadi. Har birida bu yerda 100 grammdan oziqa bor. Agar donalab olmoqchi bo'lsanglar, Uzun marketdan olasizlar. Uzun marketda bir donasi 24 ming so'm turibdi. Do'stlar, yana viloyatlarning agrodo'konlarida, qaysidir agrodo'konlarda bu oziqalar bor. Men hozir aniq manzillarini bilmayman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, shu videoni izohida viloyatlarning nomini, joylarini yozib olinglar. Men surishtirib, qayerda bor, qaysi do'konda bor, manzillari, raqamlari hammasini xudo xolasa surishtirib olib beraman. Lekin hozir aniq bilmayman qaysi do'konlarda borligini. Agar qiziq bo'lsa, izohda albatta yozib olinglar. Oziqa mana shunaqa gel shaklda bo'ladi, faqat 6 tasidan bittasi suyuq shaklda bo'ladi. Endi men sizlarga hozir buni tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson. 1 litr suvga biz 1 gram oziqa solamiz. O'zi 1 litrga 1-2 gram solsanglar bo'ladi. Mana idishda ham yozilgan. 10 litr suvga 10-20 gram. Agar sizlarda kichkina oshxona tarozi bo'lsa, 1 gram o'lchab olishingiz juda ham oson. Agar oshxona tarozingiz bo'lmasa, oddiy kichkina qoshiq yordamida o'lchab olasizlar. Qoshiqning uchida yoki pichoqning uchida olsanglar, xudo xolasa 1 gram bo'ladi. Nima sizlarga taxminan ko'rsataman. Endi 3 yildan beri ishlataman. Aniq me'yorni bilaman. Mana shuncha solsanglar yetadi. Do'stlar, bu juda ham barakali oziqalar. Bu sizlarga anchaga yetadi. Mana ko'ryapsizlar qanchalik kam ketishini. Buni solamiz va yaxshilab aralashtirib xonagullarimizga beramiz. Bugun biz oziqalarni shu ikkita Aglaonemaga beramiz. Oldingi yil eslasanglar, bu Aglaonema juda ham kichkina edi. Ham bu yerda 4 ta Aglaonema bor edi. Biz bu yerdan ikkitasini olib tashladik. Shu holatda ham qaranglar qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Bu albatta oziqalarning ta'siri. Bilasizlar, men asosan faqat shu oziqalarni ishlataman. Mana oziqamiz tayyor. Biz bu oziqani ham barg, ham ildiz orqali ishlatishimiz kerak. Birinchi barglarga yaxshilab sevib olasizlar. Obdon yaxshilab sevib olinglar. Mana yaxshilab sevib chiqasizlar. Do'stlar, albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa men shu oziqalarni ishlatish jadvalini yozib beraman, yillik jadvalni. Va o'zi Telegram kanalimizda biz har kuni faol, har kuni qiziqarli ma'lumotlar. Mana oziqani barglariga yaxshilab sevib chiqdik. Endi qolgan oziqani tuprog'iga quyib, ildiz orqali beramiz. Ildiz orqali berayotganda albatta tuprog'ingiz ozgincha nam bo'lsin. Quruq tuprog'iga hech qachon oziqa bermanglar. Va do'stlar, bu oziqani xonagullariga har 10-15 kunda bir marta bersanglar yetadi. Ko'p ham bermanglar. Mana oddiy sug'organda, suv quyganda quyasizlar. Juda ham ko'p quyish shart emas.
Misol uchun mana shunday hajmdagi xonagullarga yarim kosa, bunaqa xonagullarga 1,5 kosa bersanglar yetadi. Mana shuni bersanglar, mana bu shuni o'zi yetadi. Endi men sizlarga buni ko'rsataman. Do'stlar, o'zi bu oziqani har 10-15 kunda bir marta berib tursanglar, aglane mana yonlaridan ham mana ko'rib turibsizlar. Mana bitta detka, mana ikkita detka. Shu detkalar ham juda ko'p chiqadi, xudo xolasa. Mana oddiy shu sug'organdek sug'orasizlar. 1 kosa, 1,5 kosa quysanglar yetadi. Do'stlar, mana bugun sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim. Shuni ikkiga bo'lib o'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.